Obzorlardan tashqari, qiziqarli kommentlarga ham, izohlarga qisqa video shaklda javob beramiz. Xudo xolasa, qaysidir ma'noda bular ham sababchi bo'lib qolishyapti obzorlar uchun. Rahmat. Hop, Sardo degan akamiz savol beribdilar. Ozgina kulimsirab savol berganlar. Mayli. Ko'pchilikni baribir ichidan o'tishi mumkin bo'lgan savol. Hozir ekranda chiqadi, men o'qib beraman. Nisha parfyum to'g'risida gap ketyapti. Men super nisha haqida gapirgan edim-da. Nisha parfyumni bilardik deyapti. Super nishani endi eshitishim. O'zingiz o'ylab topdingizmi deb smayl qo'yganlar, kulimsirab. Keyin men ham kulimsirab javob berdim. Siz eshitmadingiz degani bu yo'q degani emas deb smayl qo'ydim-da. Keyin Ultra Pro nisha ham bor unda deyaptilar. O'zi aslida bor. Men xudo xolasa hozir ketma-ketlikda faktlar bilan tushuntirib beraman. Xo'p, qaranglar. O'zi 3 xil toifaga bo'lsak bo'ladi. Birinchi dizayn parfyumlar bo'ladi. Ya'ni dizayn parfyumlar biz hammamiz bilgan Blue de Chanel, ya'ni Chanel oilasiga kiradi. Yves Saint Laurent oilasiga kiradi bu. Dizayn yo'nalishdagi parfyumlar, hamma ommabop bo'lgan. Dior kolleksiyasi kiradi. Gucci kolleksiyasi kiradi. Xo'p, nisha kolleksiyasi bo'lsa, ya'ni nisha nima desanglar, atirdan boshqa yo'nalishga ko'p kuch tikmagan, ya'ni kiyim sohasiga boshqa yo'nalishga kuch tikmagan. Uzog'i borsa, kamyob, qiyin bo'lgan parfyumlar bo'ladi-yu, uchratmaydigan eksklyuziv parfyumlar ko'proq kuch tikkan nisha parfyum bo'ladi. Ularga qaysi kolleksiyalar kiradi? Masalan, Creed oilasi kiradi nishaga. Creed, Xerjoff, hamma bilgan juda ham mashhur italyanskiy brend. Amouage, Omon brendi kolleksiyasi, Amouage ham kiradi. Hop, ko'pchilik mashhur bo'lgan Maison Francis Kurkdjian, ya'ni Baccarat kolleksiyasi bilan tanilgan bu oila ham kiradi. Bular nisha kolleksiyasi. Super nishaga nimalar kiradi? Ularni tushuntiraman. Super nishaga nimaga o'zi super nisha deyiladi? O'zi aslida u atama parfyumerlar, umuman parfyum ishqibozlarining orasida ishlatiladigan super nisha, ultra nisha degan narsalar bor. Hop, nimaga unaqa bo'ladi? Ichidagi ingrediyenti juda ham tabiiy ingrediyentlar, ya'ni moddalardan olingan bo'ladi. Sintetik narsa ishlatmaydi. O'shalar bilan farq qiladi. Birinchisi qirollik oilasidan Batisia kolleksiyasi kiradi. Super nisha, ultra nisha degan yo'nalishlarimiz bular kiradi. Clive Kristen kolleksiyasi bular kiradi super nishaga. Dubois kolleksiyasi. Misol tariqasida 3-4 ta kolleksiyalarni ko'rsatyapman. Bu yo'nalishga kiradi. Ichidagi notalari juda ham qiyin bo'lgan, saqlanish darajasi, atrofga urish, boshqa parfyumlarda bu hidni uchratmaysiz. Juda ham kamyob bo'lgan ingrediyentlardan, hammasi tabiiy moylardan olingan. Boshqa kolleksiyalar bilinmas sintetikalarni ozgina ishlatadi, qisman bo'lgan 5-10% bo'lsa ham nari beri ishlatadi. Bular 100% toza tabiiy ingrediyentlar ishlatgani uchun o'shalardan farq qiladi. Ko'p bir ikkita modellari, misol kolleksiyalari qo'l mehnati, qaysidirlar dizaynga urg'u bergan, o'shalari bilan ajralib turadi. Shunaqa qiziqarli savollar bo'lib qolsa, harakat qilamiz sizlar uchun javob video qilish uchun.